O'tgan mashg'ulotlarimizda bir turkiyalik ishtirokchimiz yaxshi o'zgarishlar, natijalar ko'rsatdi. Unda gepatit B plus gepatit D bor edi. Odatda bu ikkalasi birga yuradi. Undan tashqari sirroz holatiga o'tayotdi jigari. Uni ishxonasida ham, yaqinlari ham, hattoki o'z turmush o'rtog'i ham "Sen kasal bo'lding, sen bilan endi yashashimizga bu yerda hojat yo'q" deydigan darajaga borgan edi. Tushkunlik holatiga ham tushgan. Lekin mashg'ulotlarda unda umid uyg'onib, kayfiyat uyg'onib, eng faol ishtirokchilardan bo'ldi. Aynan kasallik emas, Ibn Sino bobolarimiz aytgandek, kasallik tuzatsa bo'ladi, fe'li o'zgarishi kerak deb. U odamning xarakteri shunchalik ko'tarinki holatda bo'lib shug'ullandiki, u dars davomida gepatit B ni borib tekshirtirganda yo'q ko'rsata boshladi. Gepatit D esa juda kam holatda miqdorda qolgan ekan virusi. Endi sizga savol, siz yoki dori bilan yana umid qilib yurishingiz mumkin, qachondir tuzaladi deb, yoki o'zingizga shunday e'tiborni qaratib, bugundan boshlab men o'z tanamni tiklayman deb qaror qilib qadam bosishingiz mumkin. 18-yanvar kuni bo'ladigan mashg'ulotlarning birinchi kunida bepul ishtirok etish uchun izohlarda 18 raqamini qoldiring va siz bilan yordamchilarimiz bog'lanishadi.